Yo'q, endi borib tosh ham olib kel. Faqat daraxtni o'zi yetmaydi rekonstruksiya qilishingga. Ha, to'g'ri aytasiz. Hozir mayli borib shaxtadan olib kelaman unda. Davay tezlash. Faqat yana o'tgan martagidek uyqusirab yurma, qanaqadir meni qo'limda qurollarni ko'rib. Endi ko'rganimdan keyin shunday degandim. Men ishonmaysiz onasini hamsi mayli. Senlar bugun ham ko'rmadinglarmi? Ana mer uyida turibdi, lekin qurol bilan ko'chada ham yuradigan odati bor. Bilasizlarmi o'tgan videoda qanday qilib bo'lganini? Ha, esladik. Bilmadim, lekin bugun ko'chaga chiqqan deb ko'rganim yo'q. Mayli unda men borib aytganini qilayda. Aytgancha barchaga assalomu alaykum. Sizlar bilan men yana o'sha Joha va do'stlar, sizlar meni yangi videoyimdasizlar. Albatta videoga like bosib, kanalimga tez obuna bo'linglar. Pastda obuna bo'lish tugmasi turibdi. Bitta bosasiz, oltidan 6 nima dedim? Ostidan 6 ta kanal chiqib keladi. Hammasiga bitta obuna bosasiz, tamom, sizning hech narsa ketmaydi. Qarashdek videoni oxirigacha ko'ring. Biz hozir qishloq meri qanaqadir g'aroyib holatda yuribdi. Ya'ni qo'lida qurollar bilan o'shani aniqlashim kerak bugun men. O'tgan videoni agar ko'rmagan bo'lsanglar o'tib ko'rishingiz mumkin. Qaysi kanalda degan to'g'risini aytsam o'zim ham bilmayman. Tak tosh yetishim kerak hozir. Tak, lekin to'g'risi yomon qo'rqitib yorgandi o'tgan marta. Prosta kompyuter oldida o'tirganimda derazamdan paydo bo'lib turib, menga qurol ko'tarib kelgandi. Juda ham to'g'risini aytsam stop. Yo, stop. To'xta, yaramas. To'xta. Voy kelibdi. Voy qoch onasi demsi. Ye? Qaytib ketdi. O'tdi. Qanaqasiga? Yo. To'xta, qurolni olish kerak. O'xti. Ko'rdinglarmi sizlar ham? Men tushunmadim. Men hozir uyda turgandi. Qanaqasiga bir kelib qoldi? Yo, bunaqasi ketmaydi. Hozir men yoniga borib aytishim kerak. Aytmasam bo'lmaydi. Qani edi bu endi yaramas. Voy, sen bu merni tashqi ko'rinishda yurma, xo'pmi? Bunaqada sen tanib olishyapti. Boshqacha ko'rinishga o'tishing kerak, tushundingmi? Mayli, lekin qanaqa ko'rinishga o'tay? Bilmadim, boshqacharoq ko'rinishga o't. Qarochi, seni tanib olishmasligi kerak. Ya'ni mer bilan ular kelishib olishdi. Endi boshqacharoq ko'rinishda uni yo'q qilishing kerak. Bo'ldi, unda boshqa ko'rinishga o'taman. Ha, bo'pti, men ketdim unda. Xo'p, unda qanaqa ko'rinishga o'tsam ekan, ha? Bilmadim. Qarochi, baribir o'zgarishim kerak. Qanaqa ko'rinishga o'tsam ekan, ha? Janob mer uyda bo'lsin-da. Voy, janob mer, siz hozirgina yana shaxtada qurol bilan turganingiz. Qanaqa uyingizga kelib qoldingiz yana? Nima deyapsan? Uyimda o'tiribman-ku doim. Yo, siz aldayapsiz. Yo, men aldanyapman. Yo, siz aldaгаningiz uchun men aldanyapman, lekin qaningizga men aldayapsiz, men tushunmayapman. O'zim ham tushunmayapman. Nimalar deb tashlayapsan, ahmoq bo'lib qo'yganmisan? Yo, bunaqasi men umuman tushunmayapman. Boru qanaqasiga hozir shaxtadan qurol ko'tarmay qarab yugurib chiqdingiz? Kim beriga kelib qoldingiz? Yo, sen doring ichib olmagansan, menimcha ertalab turib. Bor, doring ichkida borib tezroq shaxtada tosh yig'ishtirib kel. Ana bu bino rekonstruksiya qilishing kerak. Yo'q, mayli, hozir men borib tosh olib kelay, lekin bu gal ko'rsam aniq qurolimni otib tashlayman garchi. Yaqinlashsa bo'ldi, tamom. Otaman, qutulaman. Bo'lmasa boshqacha qutulishni iloji yo'q menimcha. Qutulamiz shunaqa qilib. Tosh olish kerak bu yerdan. Lekin qaytib kelarmikan meni yonimga? Agar keladigan bo'lsa, mendan yaxshilik kutmasin, to'g'risini aytaman. Shuni nima dedim? Otamanda o'ldirib tashlayman. Otaman deganim bilan men ota emasman. Ya'ni ota deganda bu dada nazarda tutilyapti. Men dada emasman. Otib o'ldiraman. Ya'ni men qurolimdan shaq otaman. Yana otaman deb tushunmadim. Qarochi o'ldiraman-da. Stop. Bu yerda kimnidir ko'rgandek bo'ldim, lekin hech kim yo'q ekan. Mayli, hozir toshlarni tezroq yig'ishtirib olsam, juda ham yaxshi ish bo'lardi. Lekin mer shuni bo'lmayapti. Mer qanaqasiga bir kun qurol bilan yuribdi, bir kun qurolsiz yuribdi. Ya'ni uyiga kirsam qurol paydo bo'lib qolyapti. Uydan chiqsam qurol yo'qolib qolyapti. Yo'q, aksincha bo'lyapti. Men umuman tushunmayapman. Ketdim qarochi. Stop. Ya, bu yoqqa kel, men seni o'ldiraman. Yo, stop. Kim bu? Bu kim endi? What the fuck? Kelyaptimi deyman ortimdan kelyapti. Ortimdan tezroq. Yugur, tezroq, iltimos, tezroq. Voy, kelibdi. Voy, yaramas. Men seni baribir o'ldiraman. Qarab tur. O'lasan baribir. Yo'qol debman. O'ldiraman baribir. Men ketdim. Endi bu to'xtanglar. Mer emas-ku bu. Demak, meni ko'zimga mer bo'lib ko'ringan. Yo. Yomon g'alati bo'lib ketyapman. Nima bo'lyapti qishloqda?
Yo'q, bu qishloqda men ortiqcha yashamayman. Va ko'chib ketaman 97-qishloqqa. Ha, короче, hozir ana eski bino rekonstruksiya qilib beraman deb, короче, bu yerdan surib olaman. Bo'lmaydi, bu shaharda yo'q, bu qishloqda yashamayman boshqa. Tak hozir men qilich yasab olayda, chunki qilich yasamasam bo'lmaydi. O'rgimchak to'rlarini yo'q qilish kerak. Tak qilichda olamiz. Mana bu taxta kerak. Ikkita qilich yasab, bittasini mana qo'yib ketayin. Taxta ham kerak emas, mana cho'p ham kerak emas. Xo'sh, ana endi bularni olib borib rekonstruksiya ishlarini boshlash kerak. Adashmasam juda ham ko'p taxta va juda ham ko'p tosh kerak bo'lsa kerak. Ha, yana ham bilmadim, to'g'risini aytaman. Bu yerni hozir birinchi bo'lib o'rgimchak to'rlarini yo'qolish kerak. O'tgan martangi videoda ichkarida turgandi o'sha yaramas turqsoq mer ko'rinishida edi u payt. Mer ko'rinishida bo'lgani uchun uni turqsoq demaslik kerak, chunki agar bu gapni mer eshitib qolsa, meni qishloqda haydab yuboradimi, nimadir qiladi, короче. O'shaning uchun hozir turqsoq ko'rinishga kelib qolgan deb hisoblayversak bo'ladi. Tak mana shu o't o'lanlar birinchi o'rinda yoqib chiqish kerak, chunki juda ham menimcha ortiqcha holatda turibdi. Bularni olib bo'lganimdan keyin uyni qayta rekonstruksiya qilish juda ham osonlashib qoladi. Ichki tomonlarini ham cho'tki qilish kerak. Xo'sh, voy qilich sinib ketdi. Cho'p qilich juda ham kuchsiz, ko'ryapsizlar, bitta ikkita urgandan baribir tez titilib ketyapti. Juda ham kuchsiz, juda kuchsiz. Tak, okey, bu yerni ham olamiz. Mana bunaqa birinchi qora bloklarni olib chiqish kerak, keyin esa ortiqcha boshqa bloklarni ham olib chiqsam bo'ladi. Birinchi qator tosh bo'lish kerak o'zi. Tosh mana bularni olib chiqamiz o'shaning uchun. Eshikni oldiga ham tosh qo'yamiz. Iloji tosh qo'ymasak bo'lmaydi, hamma joy bir xil bo'lishi kerak. Xo'p, lekin baribir ana kimdir qurol olib men quvlab yuribdi. O'shani baribir tagiga yetishim kerak, qanaqa bo'lsa ham. Lekin qanday qilib? Lekin baribir tushunarsiz, juda tushunarsiz. Agar sizlar nimadir tushunayotgan bo'lsanglar, kommentariy yozib qoldiringlar, men shu narsani tushundim deb. Lekin men tushunmadim. Menga tushuntiringlar shuni sizlar, iltimos. Men вообще tushunayotganim yo'q. Xo'sh, birinchi qatorga tosh qo'yib chiqish kerak ekan. Xo'p, toshlarni qo'yib chiqamiz. Bu yerga esa daraxt qo'yamiz. Tak, bitta daraxt, ikkita daraxt. Menimcha yaxshi bo'ldi. Bu tomonga ham daraxt qo'yish kerakmi deymanda. No, daraxt qo'yamiz mayli bu yerga ham. Bu yer eshik bo'ladi lekin. Tak, tosh qo'yamiz bu yerga bitta. Xo'p, bu yerlarga taxta qo'yish kerak. Taxta hozir menda yo'q. Hozir taxta ham короче tashkillashtiramiz. Xo'p, okey. Ana endi taxtalar qo'yib chiqamiz. Taxta 10 ta bor ekan. Menimcha 10 ta taxta yetib qolsa kerak ancha joyga. Lekin qancha joyga? Ancha joy bu, qancha joy? Vatda nima dedim? Ancha joy bu, qancha joy deyapman. Wow, dahshat gap o'ylab topdim, ko'rdinglarmi? Xo'p, bu yerga bitta, bu yerga bitta. Menimcha cho'tki bo'ldi hammasi. Tak, stop. What the? Yo. Merdiyonga kirib ketdi mana turqsoq. To'xtanglar, yo'q. Uni nima qilsam bo'ladi? Yo'q, qanaqasiga merdiyonga kirib ketdi? Nima qilmoqchi? Merdi o'ldirmoqchimi? Hoy, menga qara, merdiyonga kirib ketdi hozir ana, ko'rdingmi? Ha, ko'rdim. Nima qilmoqchisan uni? Yo'q, men nima qilmoqchi emasman. U merdi nima qilmoqchi? Bilmadim, tez borsan ham. Tak, to'xta. Hoy, nima qilyapsan? Menga qara. Yaqinlashma, yo'qsa men o'ladi. Yo'q, o'ldirma, to'xta, iltimos, o'ldirma. Nima qilishim kerak? Nima qilsam agar merda tinch qo'yasan? Yo'q, yordam ber. Indamay turing, nima qilsam yordam ber, qo'yib yuborasan merni. Men seni o'ldirmoqchiman. Seni o'ldirsam, merni qo'yib yuboraman. Unda mayli, eshikka yur, meni o'ldirasan. Davay, yur eshikka. Ha, basharang yo'q, men eshikka boramanmi sen bilan? Ko'rdingizmi, men o'ldirdim, endi qutuldik. Shu edimi men deb o'ylagan odamlaring, ya'ni jitenlaring? Menimcha shu boshida sizni ko'rinishingiz edi. Keyin mana shunaqa turqsoq holatga o'tib qoldi. Ishqilib meni ko'rinishimda turqsoq emasdimi? Yo'q, qanaqa sizni holatingizda turqsoq bo'ladi. Короче, mana shu yerda hammasi bo'ldi. Короче, endi u yo'q. Bo'ldi, malades, o'ldirdik, gap yo'q. Bor endi ishingni davom ettir. Ya'ni eski binoni rekonstruksiya qilishni davom ettir. Ha, bo'pti, bratan, davay. Xayriyat, o'ldirdim. Endi hech kimni o'ldira olmasa kerak. Albatta meni ham, boshqalarni ham o'lgan rost bo'lsin-da, o'zi ham. Tak, mana bu yerni endi qayta rekonstruksiya qilish kerak rostdan ham. Bu yerga oyna kerak, lekin oynani qayerdan olaman? Menda oyna yo'q. Merga aytaman, qayerdandir oyna topadi, короче, tak. Bu yerga bitta qo'yamiz, lekin g'alati bo'lib qolar ekan. Bu uyni o'zi rekonstruksiya qilish uchun ham yangi uy qurgan yaxshi undan ko'ra. Chunki juda ham rasvo holatda uy yotibdi. Buni baribir buzib tashlasa kerak, katta ehtimollar ila. Chunki jitellar bunaqangi uylarda umuman yashashmaydi ham, yaqiniga ham kelishmaydi. Xavfli bir tomondan bu uy. Nimasi xavfli desanglar, agar vaqtida bu yerda bitta manyak jitel yashagan. Agar u haqida ham ma'lumotlarni bilmoqchi bo'lsanglar, отдельный video chiqaraman. Xohlasanglar kommentariy yozinglar. O'sha manyak haqida video chiqar jo'xa desanglar, o'zim video qilaman, cho'tki qilib, keyin bilib olasizlar sizlar ham.
Короче, o'shanaqa gaplar. Hozir zina yasab olish kerak, ya'ni shifer qismi uchun. Tak, shifer qismi mana shunaqa yasalardi. 4 ta yasasak qayerlarga yetadi? Tak, mana bu yerga bitta qo'ysak, tak, va bu yerga bitta. Obbo, ustiga ham chiqishga to'g'ri kelar ekan. Ustiga kuch qolmasam kerak. Bilmadim, chiqaman yoki chiqmayman. Короче, mana bu yerda avval sozlab edi. Bu yerga bitta, bu yerga, bu yerga va bu yerga. Endi bu yerga qo'yaymi? Yo'q, bu yer oyna bo'ladi yaxshisi. Bu yerni olib tashlaymiz. Juda ham chiroyli holatga keldi. Bu tomon ham xuddi shundayda. Lekin mana bu yer oyna bo'lmagan holatda ekan. Bu yerni ham ochamiz. Voy, bu yerda bitta oyna bor ekan, qarang. Tepaga kim oyna qo'ygan, qaysi befarosat qilgan bu qurilishni bilmadim-u, lekin вообще farosatini unutib qo'yganmi qayergadir, o'shanaqa bo'lgan holatda qurib yuborgan ekan bu uyni. Ustiga chiqib ustini rekonstruksiya qilishim kerak endi. Ustiga qanday chiqaman ekan? To'xtanglar, bir ikkita zina yasab olish kerak avval. Tak, xo'sh, bitta. Tak, ikkita bo'ladi bu bilan. Xo'sh, ikkita emas, ya'ni har biridan 4 tadan bergandan keyin 12 ta, 14 ta bo'ldi. 14 ta yetamikan? Tak, bir amallaymiz. 14 ta yetib qolsa kerak. Mana shu yerdan bir amallab tepaga ko'tarilib olsam, xo'sh, yana bitta qo'yamiz, bo'ldi. Oho, bu yerda ham mana bunaqangi o'rgimchak turlari bor ekan. Endi yana pastga tushamanmi? Tushmasam ham bo'lmaydi o'zi. Tak, ana endi yana bitta qilichcha yasab olish kerak. Nayloj yasamasak bo'lmaydi. Tak, cho'p olamiz. Bu yerga tak, to'xta, bunaqa emas. Bu yerga bitta. Ana endi buni qo'yamiz. Yo'q, pastga qo'y. Okey. Endi chiqib buni sozlash kerak. Короче, sizlar vaqtinglarni olmayman. Kelgusi videolarda ko'rishguncha xayr, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Albatta kanalga obuna bo'linglar.